xatoni kattasini o'zim qildim. Domg'im chiqsin deb boshidayoq balandorga osildim. Agar men ham ishlaganimda... Qanaqa ish yo'q-ku. Necha oydan beri qidiryapsan, lekin hech narsa yo'q Bono. Amir yoniga borsam-chi? Nimalar deyapsan Bono? Biznikilar hali turmush qurganimizda hazm qilib ulgurmadi. Endi Kamol shuni aytib menga qana qilishni xohlaysanmi? Hamma gap Kamoldami hali? Panohxonadan chiqqan bo'lsa tinch yurmaydi. Endi har teshikka bosh suqib ko'radi. Boshimizga bir balolarni yog'dirmasa edi. Nima qilishi mumkin? Nima ham qilardi? Hech narsa. Shunchaki aytib qo'ydim. Endi ancha yaxshimisan? Menga bunday qarama. Meni sen bilan umuman ishim yo'q. Aksincha, Amirni bolasi bo'lganing uchun hatto yaxshi ko'rib qoldim deya olaman. Seni onang men bo'lishim kerak edi. Nihon emas. Kamolga aytganimda unda nima qilardingiz? Zor qaqshab eshigimga boshlab kelishingizni kutardim. Bola qayerdaligini bilish uchun meni hatto o'ldiraman deb tahdid qilardingiz. Men esa qat'iy turib faqatgina bitta gapni takrorlardim. Bilmayman. Rostini bilmasdim, yolg'on gapirishni yoqtirmasligimni bilasan. Siz haqiqatdan ham Uni izlay yolg'on gapirmaganimni anglab yetardinglar. Denizni ishonchli bir odamni qo'liga topshirardim. Uni esa o'zi ishongan boshqa odamga topshirishardi. Bu uzluksiz davom etaverardi. Bir necha soatdan keyin esa men tugul qizimizni birinchi olgan odam ham uni qayerda ekanligini yetti uxlab tush ko'rolmaydigan bo'lardi. Qizimiz esa qo'ldan qo'lga o'tishda davom etardi. Va nihoyat qizimizni men umuman bilmaydigan bir oila asrab olgan bo'lardi. To'g'ri, o'sha asrab olganlar oilasiga bolani kim yetkazganini aniqlashingiz mumkin edi. Ammo mendan so'rasangiz, bolani boshqasiga topshirgandan biroz o'tgach, o'zi qandaydir baxtsiz hodisaga uchrardi. Nima deyishardi? O'zing bilasan. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Darvoqe, Kamolim hatto o'likni ham tiriltiradi, gapirishga majbur qiladi. Qizimni albatta topadi desang, unda yoniga borib boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. hali qizim asrandi bo'lishini xohlaysizmi? Hali qizim asrandi bo'lishini xohlaysizmi? Xavotir olma. Eng boshidayoq hammaga qizimiz chet elda ta'lim-tarbiya olishni xohlaganimizni aytib berdim. Telbasiz. Otajon, tezroq ishga kirish. Qancha qidirganing bilan baribir topa olmaysan. Qancha tez taslim bo'lsang, qizimiz bilan shuncha tez topishasan. Orqa. Xo'sh, qadrdon, o'zing xohlagandek joy topibmanmi?